Meni nega bu yerga olib kelding? Seni do'stim bilan tanishtiraman. Qinlian, U doim menga shunday deydi. Qachonki men o'ynasam, xuddi o'zim bilan raqobat qilayotgandekman. Bugun esa uni uyaltiraman. Mana tug'ilgan kun sovg'asi. Hey! Hey! Menga va'da ber. nega? Hammasiga erishding-ku. Nega hali ham xafasan? O'ylagandimki, buni qo'lga kiritsam, baxtli bo'laman deb, ammo o'zimni yaxshi his qilmayapman. Bu o'yin uchun juda ko'p mehnat qildim. Hammamiz chempion bo'ldik. Senga xafa yurishga ruxsat bermayman, tushundingmi? Ha? To'g'ri. Avvalroq nima demoqchi eding? Menga gapiradigan gaping borligini aytganding. Agar men Jian Chen bo'lmasam, faqat uning nomidan musobaqada qatnashgan bo'lsam, unda bu chempionlik Soxta hisoblanadi. Natijalar esa bekor qilinadi. Kubok ham tortib olinadi. Nimani aytmoqchisan o'zi? Mayli, keyin gaplashamiz. Yana opa tasdiqladi. Ichkarida faqat Xayxi bor. Kirgach, eshikni qulflaysan. Men Shiyanni top va Xayxi haqida gapirishga olib kel. Bu raqsdagi voqea sabab mendan alam qilib yuribdi. Shuning uchun meni kiyim almashtirish xonasiga qamab qo'yishdi. Bu safar Yisen uni yomon ko'rib qolishini ta'minlayman. Jian Chen? Bu yerga qanday kelding? Buni qanday tushuntirsam ekan? Tushundim. Men ham sendan so'ramoqchi edim. Nega meni bu yerga qadar kuzatib kelding? Men seni kuzatganim yo'q. Nima qilyapsan? Men seni doim 11-guruh sardorni yoqtiradi deb o'ylar edim. Sening menga ham qiziqishingni kutmagan edim. Jianchi, men buni Yesyanga aytib qo'yishimdan qo'rqyapsanmi? Yo'lbars og'zidan o'lja tortib olish. Menga yoqadi. Bo'ldi. Nega eshik qulflangan? Jian Chen, rostdan ham nimanidir yashiryapsan. Aka, nimadir noto'g'ri. Yan muammoga duch keldi. Agar muammoing bo'lsa, politsiyaga qo'ng'iroq qil. Mendan nima istaysan? Xayxi haqida. Bu Yanopani bezovta qildi. Avval ichkariga kirgan. Aniq Xayxi edi. Qanday qilib birdan bu yerda paydo bo'lding? Eshikni qulflashni sen buyurgansan, shundaymi? Jian Chen, sen bilan Xay